Lego konstruktorlarni ko'rsatib beramiz. Qisqacha narxi o'tirganimiz 1500 ming so'mdan 5350 ta qismdan iborat kattasi narxi 1500 ming so'mdan samolyot maket ko'rishga yig'iladi. Bu tomondan katta Legolarimiz yana mingiza 3635 ta qismdan iborat narxi 1 million so'mdan. Bu tomonda mana maket ko'rishga Lego olib kelib qo'yganmiz narxi 200 ming so'mdan 555 ta qismdan iborat 245 minglari bor, bu yoqda 210 minglari bor. 500 ming so'mdan bu tomonda 300 ming so'mdan 330 ming so'mdan 330 ming so'm 430 ming so'mdan 410 ming so'mdan 410 ming so'm 350 ming so'mdan 375 ming so'm kalize degansa bu tomonda 350 ming so'mdan katta 380 ming so'mdan ehtiyot bo'lamiz shu bilan 350 390 390 400 350 bu tomonda 410 Sidney 1 million 200 ga kabi 170 ming. Bu tomonda Minecraft Legolarimiz bu tomonda 295 ming so'mga maket ko'rishdagi Legolarimiz bor. Har xillari Porsche, bu tomonda Moto Suzuki, Porsche 911 ham bor. Har xillar barit mashinalarimiz. Bu tomonda Jeep mashinalarimiz ham bor. Porsche bu tomonda qisqasi xillari ko'p. Mana shu qator hammasi Legolar. Kichkinalar o'lchab olib qo'yamiz. Bu tomonda Parij, Eiffel binosi, bu tomonda Titanic ko'rishdagi Legolarimiz bor. Yengilliklar do'konimizda ko'p. Bemalol kelib, xarid qilib avatar Legolar bor, bu tomonda kosmonavtli Legolarimiz bor. Yana bu tomonda narxlari 140 ming, bashlar 160 mingdan. Bu tomonda motorlar 140 mingdan. 290 mingdan. Bular ham 290 ming so'mdan 580 ming. Harry Potter 412 ming so'mdan 415 mingdan. Bu ko'rinishdagi Legolarimiz har xillar olib kelganmiz. 220 yoshda ko'rinishdagi Legolarimiz ham bor.